Chiroyligina kvartira qidirib yurgan bo'lsangiz, sizga mana shunday ajoyib kvartirani e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Oppoqqina Atacento uslubida ta'mirdan chiqqan mehmonxonamiz. Mehmonlaringizni bemalol shu yerda kutib olsangiz bo'ladi. Maqtovga arzigulik mehmonxona bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Keng, yorug', shinam, katta televizorlar qo'yilgan, konditsionerlar. Keling, planirovkamiz bilan tanishib o'tamiz. Prixoshkamiz bo'lyapti, ko'rishingiz mumkin. Mehmonxonadan chiqqanimizda o'ng tomonimizda bizda kvartiramizning asosiy yotoqxonasi ko'rishingiz mumkin. Kvartiramizda to'liqligicha teplый pol, undan tashqari xonalarimizda radiatorlar isitish tizimidan foydalanilgan. Ko'rganingizdek barcha mebellar bor. Bu yerda esa bir kishilik bolajonimiz uchun sharoit qilingan mana shunaqa chiroyli xaritali aboylar bilan bu ham o'zgacha dizayn berib turibdi. Kvartiramiz Samarqand shahrida eng ko'p so'raladigan shu vokzal parkning atrofida bo'lyapti. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. 8 qavatlik domning 6-qavatda liftimiz bor. Lift hujjatlarimiz hammasi tayyor, bemalol oformit olsangiz bo'ladi. 72 metr kvadrat tashkil etadi ushbu kvartiramizni. Marhamat, umumiy sanuzilni ko'rishingiz mumkin. Bemalol kirib yashashga tayyor sharoit. Va prixoshkamizni ham ko'rib o'tamiz. Kirib kelganingizdan eshigimizdan mana chap tomonda chiroyli podsvetkali oynalar, prixoji mebellar qo'yilgan. Xo'p, kvartiramizning narxi 82 ming AQSh dollari deb so'rayaptilar. Albatta kelishtirib beriladi.